Yoshi 38da, ko'rinishi 28da, qalbi 18da deylik. Men G'oyat va Sadoqat Nasirovna. Birinchi mutaxassisligim buxgalteriya bo'lgan, buxgalteriya yo'nalishida. Lekin men o'zim pullarimni sanash uchun o'qigan ekanman, qiziqmaganman. Undan keyin oyim rahmatli san kasb egasi bo'lishing kerak deb menga o'zlarini hunarlarini o'rgatganlar. 25 yil tikuvchilik sohasida ishlaganman. Bu kosmetologiya sohasiga kirib kelish juda ham bir interesna bo'lgan. Ko'pchilikni meni oldin tangin deyishardi-da. Tangin deyishardi. Tabiiy yo'llar bilan sochim to'kilyapti desa, mana buni qilgin. Kim men o'sha odam meni qani nima bo'ldi? 1 oydan keyin, 2 oydan keyin so'ragan, qani nima bo'ldi? Yo sochim to'kilish qoldi. Yo yuzida nimadir bo'ladigan bo'lsa, yuzingga mana buni qilgin. Mana bu joying og'riydi seni. Mana buning. Mana shu narsani qilgin. Tabiiy narsalar emas, sedana, botrastaropshada. Shunaqa o'zimda sinab ko'rgan narsalarni ularga tavsiya qilardim deb.